Shogird, hali bizlar zo'r bo'lib ketamiz. Bizlarga yopilgan eshiklar albatta bir kun kelib ochiladi. Yur, bu qachon Bek, bilasan, indinga biznes hamkorlarimiz kelishi kerak. Ularni lekin bu ahvolda kutib ololmaymiz. Bizga tez va sifatli ishlaydigan ustalar kerak. Shu sababli bizlarga tez va chaqqon ishlaydigan Narman usta kerak. Ustalarni top. Bu yerda remont qilsin. Xo'p bo'ladi boss, ammo shaharda hozir yaxshi ustalar muammo. Bek, bahona qilma, top. Xo'p bo'ladi boss. Marhamat usta. Maqtagan ustalaring shumi? Bu baland zdaniya oldida ina markalar turibdi. Sen o'ylama. Men bor joyda hech qachon o'ylama. Instrumento. Xuddi shunday boss. Xush kelibsiz usta bu. Ishni ko'raylik, vaqt yo'q. Bilmadim. Ustalar, mana shaharda tez va sifatli remont qilish kerak. Shoshilinch, ishimiz ko'p. Mana bu avans. O, shogird, bu boshqa gap. Usta bu juda seryoz odamlar ishiga o'xshaydi. O'zi qila olamizmi buni yo'qmi? Nimaga o'ylanasan shogird? Avanschani oldik, buyani chotki qilamiz. Damchasini olaylik, bo'ladi bir gap. Sen shaharda ishlab tur. Hop. Dubayga borsammi, nima qilsam, Jigulini almashtiraman, Gentra olaman, yo Malibu. Shogird! Ha! Uyga gaz kelaman degandi, ishlayapsanmi? Bek, bu topgan ustalaring hech ish qilmagan-ku. Shumi sen maqtagan ustalar? Yo'qot hammasini. Tushundim boss. Shogird? Usta? Yanami? Shogird! Lan shushlangda oda yo'qol verdin. Usta, nimaga bizlarda hech omadimiz yurishmaydi? Ya men senga aytganman, pastiyani ishlamasang qo'ymaydi. O seriozli odam ekan. Mashinada ham olib qo'ydi. Endi qanday ketamiz uyga? Qanday ketamiz? Men bitta yaxshi yo'lini bilaman. Qanaqa? Tur. Shogird, hali bizlar zo'r bo'lib ketamiz. Bizlarga yopilgan eshiklar albatta bir kun kelib ochiladi. Yur, bu qachon